بسم الله الرحمن الرحيم. التوكيد توكيد ونوع يسمى توكيدا وبر نوعيكي توكيد دب اسملنده مثل نفسه أو عينه من جاء الأمير نفسه أو عينه. mana bu jumladagi nafsuhu yoki aynuhu lafziga o'xshagan amr o'zi keldi, ayni o'zi keldi. وكل أو جميع من صار الجيش كله أو جميعه yoki mana bu jumladagi kullu va yoki jami'u lafzlari askar har biri sayr qildi yoki hammasi sayr qildi deganga o'xshagan. Bu yerda sora fe'l, al jayshu foili, kulluhu jayshudan ta'kid bo'lib uning e'robi raflikka ergashyapti. Av atif jami'uhu matif mana jami'uhu raf o'qilyapti jayshuga ergashganligi sababdan. Iza akhbaraka insanun bi annahu khataba sultana fal'adatu annahu yaqulu khatabtu sultana nafsahu. Agar senga bir inson xabar bersaki, albatta u sulton bilan so'zlashibdi. Odatda albatta u aytadiki, sultonni o'zi bilan gaplashdim deydi. Va iza akhbaraka bi annahu khataba wahidan min ahadin nasi fa innahu yaqulu khatabtu fulanan. Agar u senga xabar bersaki, u insonlardan biri bilan so'zlashganligini, albatta u aytadiki, palonchi bilan so'zlashdim deydi. Wala yazkuru ba'da ismihi lafza nafsahu. U o'sha so'zlashgan kishining ismidan keyin nafsa lafzini zikr qilmaydi. Va zalika li anna mukhatabata sultoni azimatun binisbati lahu. Chunki mana shu sulton bilan gaplashmoqlik u odamga nisbatan ulug' ishdir. Va rubbama tatawahhamu annahu khataba xodima sultoni aw katibahu masalan. Ehtimol sen o'ylaysanki, albatta u sultonni xizmatkori bilan gaplashgan yoki uni kotibi bilan gaplashgan deb masalan. Va zakara lafza sultona muridan bihi zalika. Sulton nafsini u zikr qilgan mana shuni iroda qilib deb o'ylaysan. Falidafi hadha tawahhumi يزيد كلمة نفسه ليفيد أنه خاطب السلطان نفسه لا أحد أتباعه. mana shu gumonni ketkizishligi uchun o'sha jumlaga nafsahu lafzini ziyoda qilinadi ifoda qilishligi uchunki albatta u sultonni o'zi bilan gaplashganligini, biror bir unga ergashuvchilar bilan gaplashmaganligiga dalolat qilishligi uchun. Valizalika yusamma azal lafzu tavkidan. Mana shuning uchun mana shu lafzni ta'kid deb ismlanadi. Bizni lug'atda ham bu bo'lib turadi. Misol uchun hokimga bordim deymiz, agarchi uni bir bo'lim boshliqlariga uchrashuvga borgan bo'lsak ham, ayni o'zi bilan gaplashadigan bo'lsak, hokimni o'zi bilan gaplashib keldim deb biz ham zikr qilamiz. Va tavkidu yatba'u ma qablahu fi naw'i i'robihi. Ta'kid o'zidan oldingiga i'robini navida ergashadi. Fa kalimatu nafsi fil misal as-sabiq mansubatun likawniha tabi'atan li lafzi as-sultana al-mansubi ala annahu maf'ulun bih. Nafs so'zi yuqoridagi misolda nasb o'qilgandir. Maf'ulun bihga binoan nasb o'qilgan sulton lafziga ergashgan bo'lganligi uchun. Va fi havara sultonu nafsuhu. Mana bu jumladagi sulton o'zi hozir bo'ldi deganda marfu'atun li anna ma qablaha marfu'un ala annahu fa'ilun. Bu yerda raf o'qilgandir chunki o'zidan oldingisi fa'illikka binoan raf o'qilgandir. Va fi dahaltu manzila sultoni nafsihi. Sultonni o'zini joyiga kirdim deganda majrurun li'anna ma qablaha majrurun ala annahu muzafun ilayh. Bu jumlada jar o'qilgandir chunki
undan oldingisi muzofin ilaylikka binoan jar o'qilgandir. Ya'ni o'sha daxaltu fe'li foil, manzila sultoni muzofin ilayh bo'lib turib, daxaltuga maf'ul, nafsihi ta'kid sultoniga ergashib jar o'qilyapti. Va mislu kalimati an-nafsi fima zukira. Nafsi so'ziga o'xshagan mana bu zikr qilingan narsalarda kalimatu al-ayn, ayn so'zi, nahu xotabdu sultona aynahu, sultonni ayni o'zi bilan gaplashdim deganga o'xshash va hokazo mana shundoq ta'kidlar bo'ladi. Va yakunu at-ta'kidu bi lafzi kullu va jami'u ba'da ismin amin. Va yana ta'kid kullu va jami'u lafzlar ham bilan ham bo'ladi. Ma'nosi om ismdan keyin. Nahvu soral jayshu kulluhu, askar har biri sayr qildi. Av jami'uhu yoki jamisi sayr qildi deganda soral aysh jayshu mana sora fe'l, jayshu foili, kulluhu bunga ta'kid bo'ladi. Jaysh ma'nosi ko'pchilikdan tuziladigan so'zdir. Va ra'aytul jaysha kullahu aw jami'ahu, askarni har birini ko'rdim yoki jamisini ko'rdim. Va sa'altu anil jayshi kullihi aw jami'ihi, askarni har biridan so'radim yoki jamisi hammasi to'g'risida so'radim deganga o'xshash. Fa kalimatu kullu aw jami'i tattabi'u ma qablaha fi i'rabihi. Kullu va jami'u so'zlari o'zidan oldingiga i'robida ergashadi. Va tusamma tavkidan va tavkid deb ismlanadi. Iz rubbama yutawahhamu anna al-murada bil jayshi aksaruhu iz lam yuttaba bi kalimati kullu aw jami'i. Chunki ehtimol gumon qilinadi jaysh lafziga kullu yoki jami'u so'zlarni ergashtirilmasa bu askardan maqsad ko'prog'i deb gumon qilinadi. Tamrinun مشق انطق بكلمة كل صحيحة في هذه الأمثلة. Bu misollardagi kullu so'zini to'g'ri so'zla. Al-hurufu kulluha mabniyatun. Harflar har biri mabnidir. Al-hurufu mubtado, kulluha bu mubtadodan ta'kid raflikda ergashyapti. Mabniyatun xabar. Insifiz zurufa kullaha. Zarflarni har birini nasb o'qi degandagi insib amr fe'li, az-zurufa maf'ulun bih, kullaha maf'ulun bihga ergashib nasb o'qilyapti. Al-bina'u mulazimun liz-zama'iri kulliha. Mabnilik lozim tutgandir zamirlarning har biriga deganda al-bina'u mubtado, mulazimun xabari, liz-zama'iri jori majrur, mulozimga mutaalliq, kulliha zamairiga ergashib jar o'qilyapti.